Ikkita katetdan teng uzoqlikda joylashgan hamda gipotenuzada yotgan nuqta gipotenuzani 30 va 40 santimetr uzunlikdagi kesmalarga ajratadi. Uchburchakning katetlarini toping. Bizga n nuqta berilgan. Bu gipotenuzani 30 va 40 santimetr uzunlikdagi kesmaga ajratadi. Katetdan teng uzoqlikda degani uchun x. Hop, to'g'riburchakli uchburchak. Bunisi 90 gradus, bunisi 90 gradus va bu o'z-o'zidan 90 gradus. Hamma qarshi tomonlar teng bo'lgani uchun bu bizda kvadrat hosil bo'ldi. AC katet A, BC katet B ga teng bo'lsin. Demak, C bilan n nuqtani tutashtirgan bo'lsak, bizda CN bu kvadratni diagonali. Kvadratning diagonali burchagini teng 2 ga bo'ladi, ya'ni 45 gradusdan teng. Hop, CN kvadrat uchun diagonal bo'lsa, ABC uchburchak uchun CN bisektrisa bo'ladi. Sababi burchakning teng 2 ga bo'lgani uchun. Bisektrisa xossasidan dastlab 30 ni A ga nisbati, 40 ni B ga nisbatiga teng. Bu yerdan A ni topadigan bo'lsak, A'miz teng 3 taqsim 4 B ga teng. Ikkinchisi, uchburchagimiz to'g'riburchakli uchburchak bo'lgani uchun katetlari kvadratlari yig'indisi gipotenuzani kvadratiga teng. Ana unga 3 taqsim 4 B ni kvadrati plus B ni kvadrati teng 70 ni kvadratiga. Hop, 25 taqsim 16 B kvadrat tenglik 70 kvadratiga. Ikki tomondan ildiz oladigan bo'lsak, 5 B taqsim 4imiz teng 70 ga. B teng bo'lyapti 56 ga. A'miz teng 42 ga. Uchburchakning katetlari 56 va 42 santimetrga teng.